Hozirgi kundagi dunyo bo'yicha inson salomatligini yaxshilash, yoshartirish va go'zal ko'rinish bo'yicha iste'mol qilinayotgan mahsulotlardan nomer 1 bu rastli semen, ya'ni urug'larni nihonlari hisoblanadi. Nega? Tarkibidagi biologik aktiv moddalarning eng pikiga to'g'ri keladi. Shu nihonlar tarkibida siz bilmagan barcha vitamin deysizmi, oksidant deysizmi, foydali elementlarni juda yuqori miqdorda saqlangan bo'ladi. Endi shu urug'larning ichida chempioni bo'lgan mana bunaqa chia urug'ini nihonlari turadi. Buni uyingizda o'zingiz o'stirib olsangiz bo'ladi. Endi agar siz shu chia urug'ini nihonlarini iste'mol qilsangiz, tanangizda 7 xil o'zgarish ro'yobga keladi. Birinchidan oshqozon ichak sistemangiz yaxshilanadi. Ikkinchidan sizga energiya va quvvat beradi. Uchinchidan yurak qon tomir sistemangiz yaxshilanadi. To'rtinchidan miya faoliyatingiz yaxshilanadi. Beshinchidan yoshartiradi. Oltinchidan bu sizni ozishingizni regulyatsiya qiladi va yettinchidan gormonal sistemangizni zo'r qilib yaxshilab beradi. Iste'mol qilinishi bir osh qoshiqdan kuniga bir mahal iste'mol qilsanglar, bir oy miqdorda bo'ldi. Yuzdagi dog', ajin va quvishlari hammasi ketadi. Albatta tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mashg'ulotga bosib qo'yish esdan chiqmasin. Men doktor Kamilov, e'tibor uchun rahmat.